Alaykum. Sizlar uchun bir necha soniya o'tdi, men uchun esa ancha vaqt o'tib ketdi. Oxirgi efirdan keyin sifrovoy produkt sotib olish orqali $100 yutib olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yaxshilar, assalomu alaykum. Sun'iy intellekt hamda o'zbek platformasi Sof.uz platformasi orqali pul ishlashga harakat qilamiz. Pul ishlashni boshlaymiz bugundan. Sizlar ham bemalol pul ishlasalaring bo'ladi. Qanday qilib, qanaqa degan savollarga javob beramiz. Undan tashqari, birinchi mahsulotni bu yerga yuklaymiz va o'zingiz teginib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qarang. Bu yerda nima bor? Men o'sha ro'yxatdan o'tib bo'ldim. Ro'yxatdan o'tish juda ham oddiy. Ro'yxatdan o'tishga chiqib ko'rsatib beramanmi? Ko'rsatib beraman, mayli. Chiqish tugmasini bosdik. Mana ro'yxatga kirdingiz. Ro'yxatdan o'tish uchun telefon raqamingiz yoki elektron pochtangiz orqali ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Videoning tagida ikkita silka bo'ladi. Birinchisi mana Soft Seller'da o'ziga, mana shu ko'rib turgan saytingizga, ikkinchisi video rolik bo'ladi. Yana mana shu video davomida tushunib olasiz. Ikkinchisi Sof.uz saytiga bo'ladi. Aniq bir mahsulot uchun silka bo'ladi. Qarang, kirdingiz, Soft Seller'da saytiga kirdingiz, Telegram orqali, Google orqali ustiga bosasiz, bo'ldi, kirib ketasiz. Yoki menga o'xshab mana pochta orqali ro'yxatdan o'tasiz, parol kirgizasiz, kirishni bosasiz. Kirganingizdan keyin telefonda ham qilsangiz bo'ladi. Mana telefonda bemalol App Store'dan ham, Google Play'dan ham tortib olsangiz bo'ladi Soft Seller'da programmasini. Men kompyuterda ishlayapman, sizlar telefonda bemalol ishlasalaring bo'ladi. Kirdingiz, bunga kirgandan keyin mana tepada video qo'llanmalarni bossangiz, sizga to'laqonli yana ham chuqurlashtirilgan variantda ma'lumotlar beriladi. Undan tashqari bu yerda Soliq.uz orqali kirgiziladigan bitta ikkita dannelar bor. O'zingizni ma'lumotlaringizni kiritasiz. Hammasi mana instruksiya bo'limida bor. Undan tashqari mana bu soобщение, xabar belgisini ustiga bossangiz, sizga o'zbek tilida javob bera oladigan support, ya'ni qo'llab-quvvatlash odamlar yordam berishadi. Undan tashqari eng pastda telefon raqamlari ham bor edi, adashmasam. O'tgan safar gaplashganimda mana telefon raqamlar, mana Telegramda moderatorga primo yozsangiz bo'ladi texnik muammolar uchun. Mana shularning hammasi video qo'llanmalar sizga eng foydali narsa bo'ladi boshlanishiga. Bu yerda nima qilishimiz mumkin? Bu yerda biz o'zimizni elektron mahsulotlarimizni sotishimiz mumkin. Elektron emas, uzr, raqamli mahsulotlarimizni. Raqamli mahsulot bu nima? Raqamli mahsulot bu hozir mana video rolik ko'rib turibsiz, YouTube'da ko'ryapsiz, adashmasam. YouTube'da ko'rib turgan video roligingiz ham raqamli mahsulotga kiradi. Har qanday telefon orqali bir-birimizga jo'natishimiz mumkin bo'lgan narsa bu raqamli mahsulot. Siz oddiy ovozli xabar yozsangiz Telegramda, u ham raqamli mahsulotga kiradi. Endi qarang, mana bu yerda o'sha sotilgan mahsulotlar ko'rsatilgan. Mana qanday qilib to'laqonli qilsak bo'lar ekan, platformada mana ozgina ommabop mahsulotlar. Argos test jadvali 383 marta sotilgan 10,000 so'mdan. Shunday ko'paytiramiz, 3,830,000 bo'ladi, to'g'rimi? 3,830,000 mana bitta mahsulotning o'zidan ishlangan. Yuklangan va shu orqali pul ishlanyapti. To'g'ri, bu platforma hali ommalashib ketmagan, hali ko'tarilish davrida. Qancha bo'ldi? 1 yil bo'ldimi? 2 yil bo'ldimi ochilganiga? Ko'rsa bo'larmidi? Ko'rsa bo'lmas ekan. Ochilganiga unaqa ko'p bo'lmadi, 1 yoki 2 yil bo'lgan maksimum. Endi ko'tarilish davrida, lekin biz mana shu ko'tarilish davrida kirib olsak bu platformaga, eng tepa o'rinlarni egallaymiz va bemalol ishlasak bo'ladi. Hozir sizlar bilan video darslik yuklashga harakat qilamiz. Qanday qilib yuklanishi mumkinligini ko'rasiz. Video darslik qanaqa bo'ladi? Video darslik mana shu saytda nima sotish mumkinligi haqida bo'ladi. Bu videoni o'sha tayyorlab bo'ldim, mana bu video roligimiz tayyorlab bo'lingan. Nima sotish mumkin ushbu saytda? Xo'p. Montaj platformasiga tashlab yuboraman. Birgalikda hozir mana shu video rolikni yuklaymiz. Qarang, ekran zapis qilayotganim ham tekin. Montaj video rolikni montaj qilayotgan programmam ham tekin. Hamma narsa tekin. Sarmoya umuman kerak emas. Mana shu video rolikda siz bemalol ko'rgandan keyin asosiy birinchi tanishish bu video rolik orqali shu saytda nimalar sotish mumkinligini o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bu уже tayyor. Mana shu video rolikda hozir yuklaganimizdan keyin videoning tagidagi ikkinchi silka mana shu video rolikka bo'ladi. Siz o'tib arzimagan pulga mana shuni sotib olib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu saytda pul ishlashni o'rganishni xohlasangiz, shu saytga men video rolik joylayman hozir. Ana shu video rolikni bemalol ko'rib, pul ishlashni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Menimcha interaktiv, qiziq variant bo'lyapti. Halol, sof, toza variantda pul ishlashingiz mumkin. Hozir men video rolikni montajini tugatib, tayyor qilib olaman, keyin yana aloqaga chiqaman. Hozircha charchamanglar. Xo'p, mana video roligimiz tayyor bo'ldi. Ya'ni mana shu platformada pul ishlashni birinchi qadam. Sof.uz platformasida pul ishlashni boshlash uchun birinchi darslik. Darsligimiz 282 megabayt. Megabaytini kamaytirdim ozroq. Ko'rib turgan video roligingizdan kачествоsi sal pastroq bo'ladi. Sabab bu yerda 500 megabaytgacha narsa yuklash mumkin ekan.
Mana shunga e'tibor beramiz. Endi narsa yuklash uchun nima qilamiz? Mana fayl yuklab sotish daromadini olish. Mana shu knopkani bossak bo'ladi. Yo bo'lmasa mahsulot, mana yangi mahsulot bo'limiga bosamiz. Bu yerdan men video darsliklar bo'limini tanlayman. Sizda balki yuqoridagi variantlar bo'yicha, yuqoridagi variantlarda raqamli mahsulotingiz bordir. Siz o'sha bo'limni tanlaysiz. Men video darsliklar bo'limini bosaman. Videoning nomi mana 500 megabaytdan ko'p bo'lmasligi kerak. Xo'p, mana videoni tanlang tugmasini bosamiz. Bu yerdan o'zimizga kerak bo'lgan joyini tanlab olib, ya'ni qayerda video roligingiz qayerda turgan bo'lsa, o'shaning ustiga bosamiz. Video roligimiz yuklanishi kerak, mana yuklanmoqda deb yozuv chiqdi. Endi mana shu vaqt oralig'ida biz video roligimizni ma'lumotlarini kirgizib boramiz. Ya'ni video rolik nomi, video rolik kategoriyasi bizda oziq-ovqat, iqtisodiyot, marketing, madaniyat, jinsiy, musiqa, ism, mehnat, mehnat, san'at, bizga san'at kerak emas. Fransuz tili ham kerak emas, biologiya ham kerak emas. Hozir ko'rib chiqdi. Mana shu variantlarni bemalol o'zingiz ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana shu yo'nalishlarda siz ham bemalol ish boshlashingiz mumkin. Biz o'zimizga to'g'ri keladigan samый подходящий variantni ko'rib olamiz. Rus tili, kimyo, chizmachilik точно kerak emas bizga. Dasturlash, shaxsiy rivojlanish. Shaxsiy rivojlanishga kiradimi pul ishlashimiz? Shaxsiy rivojlanishga kirgizaylik. Psixologiya bo'yicha mana psixologiya bo'yicha juda ham ko'p ma'lumot berilgan. Mana bu yuklayotgan video roligimizda foto video montaj varianti ham qiziq emas bizga. Video materiallar, veb dasturlash. Veb dasturlashga kirmaydi bizniki. Falsafa. Birinchisiga shaxsiy rivojlanishni tanlayveramiz. Скорее всего, keyingilarida balki undan ham to'g'ri keladigan variantini toparmiz. Hozircha kompyuter grafikasi ham kerak emas. Informatika, IT. Marketing. Marketing bo'limini tanlaymiz. Bu yerda yana tanlash mumkinmi? Bitta tanlanadimi? Bitta tanlanar ekan kategoriya. Marketing, ya'ni pul ishlash bo'yicha marketing tanlay qolamiz hozircha. Posterda joylashimiz mumkin ekan bu yerga. Qarang, rasm yuklashimiz mumkin. Mana poster joylash. Rasmni ham tayyorlash juda ham oddiy. Qanday qilib? Mana bu saytga kiramizda shu fotosurat tayyorlashga yordam bera oladi. sof.uz deb yozaman-da men. Qolganiga rus tilida gapiraman. Sizlar o'zlaring o'zbek tilida sizlarga qanaqa rasm kerak bo'lishi mumkinligini aytasizlar ChatGPT ga. ChatGPT sizga xuddi o'sha rasmni tayyorlab beradi. Umuman pul to'lashingiz ham, ish qilishingiz ham, qo'shimcha bir qanaqadir montaj va boshqa narsa qilishingiz shart emas. O'zingiz mana ChatGPT ga yozish orqali bemalol surat tayyorlab olsak bo'ladi. На этом сайте я буду продавать видеоролик «Как зарабатывать на этом сайте с помощью АИ, с помощью искусственного интеллекта». Мне нужно постер, фото для этого видеоролика. Постарайся сделать такой постер, чтобы давало без надписей, без ничего, просто фото, чтобы дал эту эмоцию, которую мы хотим давать людям. Без надписей они должны понимать, что есть в этом видеоролике. Понимаешь? Если понял, еще разок прочти весь наш диалог, анализируй вот этого сайта, и после этого создай, пожалуйста, хорошего постера. Qaranglar, men o'zimga kerak bo'lgan narsalarni aytdim hozir bunga. Rus tilini tushunadiganlar tushunishdi, tushunmaganlar mana ekranda ko'rib turgan narsalaring bo'yicha bemalol sizlar ham tayyorlasalaring bo'ladi. Mana jo'natamiz. Birinchi полностью o'rganib chiqyapti qanday qanaqaligini. Element postera без текста. Endi нужно в своем видео конкретный формат изображения qanaqasini qilib beray deyapti. Sizlar endi o'zbek tilida gaplashasizlar, o'zbek tilida o'zingizga kerak bo'lgan narsani aytib borasiz, bo'ldi. Men hozir mana bunda tushundim o'sha. Nima deyotganini. Men o'zim yana qo'shimcha bunga ma'lumot kirgizaman. Bu menga hozir rasm tayyorlab beradi. Смотри, мы будем продавать цифровые инфопродукты там. Только нам нужно такой фото, постер, чтобы там был реализм, там должно быть понимание, что мы будем зарабатывать с помощью этой платформы с помощью искусственного интеллекта. Такое должно давать. Там минимализм, реализм. Ты сам подумай, как должно быть, а все что остальное и создай, пожалуйста. Mana o'zingizga kerak bo'lgan narsani aytyapsiz. Bu sizga tayyorlab beryapti. Hozir tayyorlashga o'tib ketadi. Скорее всего, mana tayyorlashga o'tib ketdi. Hozircha pauzaga bosaman, tayyor bo'lgandan keyin aloqaga chiqaman. Xo'p, telefonimga tayyor bo'ldi degan xabar keldi. Bitta obnovleniya qilamiz kompyuter yordamida. Hozir rasmimiz tayyor bo'lgan bo'lsa, ko'ramiz qanaqa rasmligini. Mana. Menimcha yomon emas. Mana shuni shundayligicha olib,
Kelinglar biz screenshot qilamiz. Mana bunday qilib screenshot qilamizda, screenshotni joylaymiz. Chunki yuklab oladigan bo'lsak, primo yuklaydigan bo'lsak, ozroq muammolar bo'ladi. Xo'p, rasmimiz tayyor. Poster yuklash bo'limini bosamiz. Bizda download yo'q, downloaddamiz. Izobrazение bo'limida mana tanlandi. Menimcha juda ham yaxshi rasm bo'ldi. Ko'ryapsizlar. Hech qanaqa montaj qilmadim, hech nima qilmadim. Ozroq kutdim xolos. Menimcha bu juda ham zo'r. Mana shu rasmni o'zini, xudo xolasa, ko'rib turgan videoroliklarga ham joylasam kerak. Video narxi arzimagan 5000 so'm, 6000 so'm bo'lsin, mana komissiyasi bilan mana 6 million bo'lib ketdi. 6000 so'm. Arzimagan 6000 so'm. Kirasiz 6000 so'mga videorolik sotib olasiz. Eslatib o'taman, ko'rib turgan videoroligingiz tekin. Mana bu ekranda ko'rinayotgan 17 minut 37 sekundlik videorolik narxi 6000 so'm bo'ladi. Kirib sotib olasiz. Bu sizga Sof.uz saytiga kirib teginib ko'rish imkoniyatini beradi. Video teglari pul ishlash teglarda yozamiz. Onlayn daromad Sof.uzda pul ishlash AI yordamida pul ishlash. Sun'iy intellekt yordamida pul ishlash. Mana shunga o'xshash narsalarni yozasiz. Teglar bu sizga teglarda to'g'ri yozganimga erinmasman. Sabab har bittasi отдельно yozilishi ham mumkin. Tek boshqa platformalarda boshqa yoziladi. Hozircha mana shunaqa yozib ko'ramiz. Mahsulot tavsifi. Tavsifni ham yozib olaman, keyin sizlarga ko'rsataman. Xo'p, qaranglar. Mana просто kalladan olib arzimagan narsa yozib qo'ydim, lekin bundan ham chiroyli bo'lishi kerak edi. Mana bu mahsulot to'liq tavsifni GPT yordamida yozsagan bo'ladi. Hozir qarang, mana o'zim yozib oldim. Endi GPT yordamida yozib qo'yamiz. Смотри, мы должны давать описание для нашего информационного продукта на этом сайте. На данный момент на видеоролике что есть? Описание вот этой платформы и вдобавок, что можно продавать там. И почему на данный момент зайти на эту платформу это самый лучший вариант. Вот именно про это там идет речь. И там показано 5 или 6 видов инфопродуктов, которые можно, цифровых продуктов, которые можно продавать там. И почему это на данный момент выгодно. Про это идет речь в видеоролике. Помоги, пожалуйста, описать вот этого видеоописания, ну, описанию, только на узбекском языке. И постарайся использовать латинские буквы. Mana shunaqa qilib, qo'lda terib o'tirgandan ko'ra, ovozli xabar ko'rinishida mana shunday qilib yozib yuboradigan bo'lsak, bu bizga undan ham tezroq, undan ham chiroyli ma'lumotlarni beradi. Mana lotin alifbosida o'sha video AI yordamida platformada qanday qilib daromad sohasi raqamli digital informatsiya. Menimcha men yozgandan ko'ra ancha chiroyli va to'liqroq chiqyapti. Agar siz internet orqali halol qonuniy daromad qilishni o'z bilingizni pulga aylantirishni mana juda ham zo'r. Sun'iy intellekt yordamida pul ishlashning eng yaxshi tomoni bu siz o'ylagandan ko'ra ko'proq ma'lumot bera oladi, siz xohlagan narsani. AI yordamida yaratilgan kontent materiallar, tayyor shablonlar va fayllar. Men qarang, arzimagan narsa, arzimagan ma'lumot berdim mana, arzimagan ma'lumot. Bir necha sekundning ichida 1 minut vaqt ketgani yo'q. Bizga mana tayyor shunaqa narsa berdi. Sun'iy intellektlardan foydalanish kerak, yaxshilar. Foydalaringlar. Da pul ishlashni boshlash. Bizda AI yordamida deb qo'shib qo'yamiz, pul ishlashni boshlash uchun birinchi darslik. Menimcha bu yomon emas. Hozir yuklasak, скорее всего, moderatsiyaga ketadi. Moderatsiyadan o'tgandan keyin muvaffaqiyatli sizning mahsulotingiz muvaffaqiyatli yuklandi. 10 soat ichida adminlar tomonidan mahsulotingiz tasdiqlangandan so'ng sotuvchidan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sotuvda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha mahsulotimiz moderatsiyaga ketdi. 10 soat deyilgani bilan 10 soatdan tez tasdiqlanadi. Sabab 10 soat maksimum vaqt olinadi. Ya'ni mahsulotlarim bo'limida mana bitta mahsulot уже joylandi. Holati moderatsiyada degan belgi bo'lishi kerak. Qayerdadir adashmasam, mana moderatsiya. Holat moderatsiya. Mana shu hozir sotuvga chiqqandan keyin videorolik davom ettiramiz va to'laqonli ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qanday qilib juda ham oson pul ishlashni boshlashingiz mumkinligini. Birinchi videorolikni joylayapman. Mana hozir ko'zlaringning oldida videorolikni joyladim.
videorolik описаниясini ham ko'zingiz ko'rib turdinglar qanday yaratganimni, rasmini ham ko'rdinglar qanday yaratganimni. Mana sizlarga tayyor qo'llanma pul ishlash uchun. Mana shu videorolik to'liq ko'rib bo'lganingizdan keyin videorolik tagidagi birinchi silka mana bu saytga olib o'tadigan bo'lsa, ikkinchi silka mana bu mahsulotni sotib olishga olib o'tadi. Siz shu mahsulotni sotib olib, уже pul ishlashni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Boshlashingiz mumkin emas, asosiy g'oyalarni olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan keyingi videoroliklarda xudo xolasa точный ko'rsatib ham berishim mumkin bo'ladi. Именно nimadan keyin nimani bajarsangiz, nima bo'lishini. Lekin mana shu videorolikni ko'rib chiqing, bemalol tushunib olasiz, nima uchun точный berilgan ma'lumot noto'g'ri. Bu yerda berilgan ma'lumot to'g'riroq ekanligini. Xo'p, kutamiz, xudo xohlasa, moderatsiyadan o'tib mahsulotimiz rasm ustiga bossak, mana shunaqa nima chiqyapti. Moderatsiyadan o'tgandan keyin xudo xolasa aloqaga chiqib, videorolik tugatamiz. Ko'rib turgan videoroliklaringni hozircha o'zingizni ehtiyot qiling. Baribir videorolik chiqqandan keyin ko'rasiz hammasini. Sizlar uchun bir necha soniya, men uchun anchagina vaqt o'tadi. Xo'p, kichkinagina efircha. Qaranglar, hech nima bir kunda bo'lmaydi. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Nima uchun bunaqa deyapman? Mana mahsulotni yuklaganman. Hozir bir necha soniya, bir necha daqiqa oldin yukladim. Undan keyin moderatorga mana knopkani bosish orqali moderatorga o'tgan edim. Mana bu yerda noyabrda 18-sida уже moderator bilan aloqaga chiqib gaplashgan kichkina dialogim bor ekan. Mana hozir mana shunaqa ma'lumotlarni yozdim. Ya'ni hech qanaqa qoidalaringni buzayotganim yo'qmi? Agar mahsulotni qanday yuklayotganimni ko'rsatib, obzor qilayotganimni ko'rsatib bersam, qoidalaringni buzmayapmanmi deb so'radim. Undan tashqari moderatsiyani tezlashtirsa bo'ladimi deb so'radim. Ya'ni siz har qanday, asosiy ma'no nima? Siz har qanday joyda ishlashingizdan qat'iy nazar moderatorlar texpoddержка bilan aloqada bo'lishingiz kerak. Sizda eng yaxshi do'stlaringiz mana shu moderatorlar bo'ladi. Shu platformada agar pul ishlashni boshlamoqchi bo'lsangiz. Ayni vaqtda mana moderatsiya belgisida turibdi. Bekor qilinsa mana bunaqa belgi chiqar ekan. Qisqasi shunaqa, hozircha o'zlaringga ehtiyot qilinglar. Xo'p, yaxshilar, davom etamiz. Assalomu alaykum. Sizlar uchun bir necha soniya o'tdi, men uchun esa ancha vaqt o'tib ketdi oxirgi efirdan keyin. Qaranglar, 7-yanvar kuni mana bu videorolikni joylaganmiz va bu videorolikda birinchi darslikni joyladik. Bitta xatolik bor ekan. Nima xatolik? Mana ekraningizning tepasida hozir ko'rib turibsiz. Meni Telegram va Instagramim ko'rsatilgan. Ana shunday qilish mumkin emasligini aytishdi va o'shani o'chirib tashlab, keyin yuklaydigan bo'lsam videorolikni bemalol ishga tushirishimiz mumkinligini aytishdi. Va 2 kundan keyin men 9-yanvar kuni bu videorolikni joyladim. Narx birinchida bundan oldin gapirgan gaplarimga asoslangan holda 6000 so'm edi. Hozir esa buni 15000 so'm qilib qo'ydik. Nima uchun? Yangi qo'shimcha sistema. Ya'ni siz bittagina mahsulot sotib olish orqali, mana shu sifrovoy produkt sotib olish orqali $100 yutib olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Qanday qilib, qanaqa degan savollarni hammasi Telegram kanaldan javob olasiz va ishni qaytadan boshladik desa ham bo'ladi. Bugun 16, mana bunday qilsam ko'rinadi sizlarga. 16-yanvar 25-yil bo'yicha birinchi ish kunini boshladik. Birinchi videorolikni qo'ydik. Videoning tagida mana shu mahsulotga silka bo'ladi, primoy silka, mana bunaqa ko'rinishda. Xarid qilib olish tugmasini savatga qo'shishga xarid qilib olishni boshlaysiz. Qanday qilib xarid qilib olishni bilmasangiz, mana tepada taxminan 1 daqiqalik videorolik mahsulotni qanday qilib olishni ko'rsatadi deb yozilgan. Mana shu mahsulotni bemalol sotib oling. Sotib olgandan keyin Telegram kanalimga o'ting. Telegram kanalida to'liq qanday qilib $100 olishingiz, yutib olishingiz mumkinligi haqida ma'lumot bo'ladi. Xudo xohlasa o'sha bugun yangi proyektni $1 dan million dollargacha deb nomlaymiz, xudo xohlasa. Hozircha shu yaxshilar, kiringlar, ko'ringlar, videoning tagidagi havola orqali o'tib birinchi o'rinda mahsulotni oling, ko'ring. Ikkinchi o'rinda soft seller saytiga kirib, ro'yxatdan o'tib ish boshlashingiz mumkin bo'ladi, xudo xohlasa. Mana bu mahsulotni ko'rganingizdan keyin, albatta, videorolik ko'rganingizdan keyin albatta. Yana qo'shimcha ma'lumotlar Telegram kanalda bo'ladi. Oradan salkam 10 kun vaqt o'tdi. Shuning uchun bundan oldin nimalar yozganimni eslolmayman, lekin bundan keyingi videorolik xudo xohlasa mana shuni davomi bo'ladi desa ham bo'ladi. Undan tashqari sizga mana bu mahsulot qiziq bo'lmagan taqdirda ham, agar mana shu videorolikni 2-3 oylarda ko'rayotgan bo'lsangiz, 2 oy 3 oydan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, xuddi shunday videoning tagidagi silka orqali o'ting, siz mana bu sahifaga tushasiz. Ya'ni meni Sof.uz saytidagi profilimga tushasiz va bu yerdan mahsulotlarni boshqa narsalarni topishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa bu yerdan konsultatsiya degan narsani ham yo'lga qo'yish arafasidamiz. Ularni ham o'sha vaqt ko'rsangiz bo'ladi. Qisqasi shunaqa, $100 konkurs bo'ladi. Kiringlar, ko'ringlar, Telegram kanaliga o'tinglar. Aloqadamiz. Charchamanglar.